insonlar Oy shariga chiqib bo'ldi. Biroq kishilarning Oy shariga bo'lgan tadqiqotiga asoslanganda Oy sharini insonlar asonla o'zgartira olmaydi ekan. Hech bo'lmaganda Mars bilan solishtirganda xilla farqi bor bo'lib, insonlar kelgusida Marsga ko'chman bo'lib ketishi mumkin. SpaceXning bir yurish mukammal loyihasi bor bo'lib, nishoni bo'lsa 2024-yili tunji qatim insonlarni Marsga qilib chiqish. Ya'ni insonlar tunji qatim Oy shariga chiqib 55 yildan keyin 1969-yili Apollo 11-numar insonlarni muvaffaqiyatli holda Oy shariga ilib chiqdi. Ayni vaqtda Apollo vazifasi faqat Oy sharida qisqa vaqtda to'xtab qolgan bo'lib, biroq SpaceX bo'lsa Marsni insonlarning kelgusidagi makoni qilib qurib chiqmoqchi. Bu bir kishini intayin hayajonlantiradigan xabar. SpaceX jamiyatga mushundaq planini e'lon qila olgan ekan, ularning munosib texnika va qo'llashga erishganligini tushuntirdi. Biz bu planni texnik konkret so'zlab chiqaylik. Olam uchuvchisini Marsga qilib chiqishdan burun ishlatish va qurashtirishga tegishli uskunalarni avval yetkazib berish kerak. SpaceX 2022-yilda 2 BFAR-ni yo'llab vazifa ijro qilgan bo'lib, bu 2 darajadan tashqari cho'ng raketa muhim uskunalarni olib yurdi. Masalan, cho'ng tipdagi quyosh energiya batareya taxtasi va konqizish sistemasi. Quyosh energiya taxtasi Marsdagi mashinalarni elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Konqizish sistemasi Marsdan materialdan foydalanib erishmoqchi bo'lgan bazani qurib chiqib Marsni o'zgartirdi. Mars tuproqni yig'ish kuchli besish texnikasidan foydalanib baza qurdi. Bu tafakkur yer sharidagi bilan o'xshash. Barliq xom materiallarni imkon qadar Marsda qizish kerak. Biz hozir ishlatayotgan barliq narsalar hammasi yer sharining aslidagi narsalari. Faqat biz pishiqlab ishlash boshqa holatga o'zgartirdik. SpaceXning plani har biri Mars vazifasini bir-birlab tamomlash orqali ishga oshirdi. Zavod qurish, zavodlarni kengaytirib qurish orqali texnik ko'p zavod bo'lsa, Marsga kerakli texnik ko'p buyumlarni ishlab chiqarg'ili bo'ladi. Agar birinchi turkumdagi vazifa muvaffaqiyatli tamomlansa, demak Mars uchida muvaffaqiyatli holda mustamlika bazasi qurg'ili bo'ladi. SpaceXning nishoni 2024-yili tunji turkumdagi insonlarni Marsga avatish. Mars bilan yer sharining orlig'i taxminan 2,251 kilometr keladi. Mo'ljallanishcha berish musofasi 5 oydan ko'proq davomlashadi ekan. Bu vazifa 2 yuk olam kemasi va 2 odamlik olam kemasini o'z ichiga oladi. Olam kemasiga 6 dan 8 gacha olam uchuvchisi chiqadi. Bu olam uchuvchilari Marsda necha oy yoki necha yil xizmat qiladi. Ular biz nishon qilgan Mars bazasini davomli quradi. Uning ustiga u kishilarning bevosita qatnashishi bilan yana texmo ko'p, texmo murakkab Mars zavodi quriladi. Mars bazasi qurish to'g'risida ikki xil taklif bor. Biri xalqaro bo'shliq punkti qurganga o'xshashla Mars bazasi qurish. Yana bir qarash Mars bazasini yerostida qurish. Ya'ni yerostida qurishning foydasi shuki Mars orqali bazani kuchli radiatsiya va Marsdagi nachar havo rayidan qo'g'dig'ili bo'ladi. Balkim ikkisi birlashsa texmi yaxshi bo'lishi mumkin. Yana bir yerostida bazasi qurib, asta-asta sirtqi yuzga baza qurishga yuzlanish. Ularning yemeklik masalasini qanday hal qilish kerak? SpaceX olam uchuvchilariga 2 yil ishlatishga bo'lgan aptil him etilgan olam yemekliklar bilan ta'minlaydi. Boya biz degan boshqa 2 yuk olam kemasi ichiga bu narsalarni qachilaydi. Bu buyumlarni ishlab chiqarishda ilgirki olam usullaridan o'rnak olishga bo'ladi. Chunki insonlar xalqaro olam bo'shlig'i punktida olamda yashash tajribasida ozroq bo'lsa-mu ega bo'ldi. Mars yuzi bir qadar o'ng'ul-do'ng'ul. Shunga yana o'ng'ul-do'ng'ul yer shakliga taqobil tura oladigan avtomobillarga ehtiyojli. NASA'mo olam bo'shlig'ini aytish ustida izdinish avtomobillarini tadqiq qilmoqda. Ularning hammasi insonlarning Marsda yashashi uchun chuqur yuzlanishga tegishli masala. Bu nuqtadami o'rnak qilishga bo'ladigan joylar bor. Chunki ilgari insonlar Oyga chiqqan vaqtda allaqachon Oy shari mashinasini Oy shari yuzida paydo qildi. Hamda ustida insonlar mashg'ulot qilib vaqti. Bu Mars mashinasini tadqiq qilib yasashiga qimmatli tajriba bo'la oladi. Mars mashinasi bo'lsa, Marsdagi olam uchuvchilarining yo'tkilish orliqni yiroq orliqqa yo'tkilgili bo'ladi. Yiroq orliqdan balkim texnik ko'p narsalarni bayqag'ili bo'lishi mumkin. Bu bir yaxshi aylanish. SpaceXning tafakkur yo'lini xulosalab boqaylik. Oldi bilan Mars bazasi qurish uskunasini raketa orqali Mars yuziga yetkazildi. Qolgan ishlar Marsning ustida sun'iy mashina orqali tamomlanadi. Mars bazasi va zavodi bor bo'lsa, xom materialdan foydalanib Marsning sirtqi yuzida oksigen va metan yasash, suyuqlantirilgandan keyin yiqilg'ularni olam kemasi orqali yer shariga qaytarib kelish. Muskning aytishicha, Mars bazasi taxminan 2028-yili bitadi ekan. Qurilish tamomlangandan keyin bir to'plashib o'ltiraqlashadigan joy shakllanishi mumkin. Bu qizil rangli planet insonlarning zapas plan tuzib qo'yilgan plani bo'lib qolishi mumkin. Marsdagi turmush odatdagidek bo'lmaydi. Ko'mirchilik do'konidan pisa do'konigacha hammasi tafsiliy loyihalandi. Yana qavoqxonami bor. Mars qavoqxonasi navbatda qarmoqqa kishini nihoyat hayajonga soladigan plan. Agar Mars muvaffaq insonlarning o'ltiraqlashiga moslashadigan qilib qurib chiqilsa, kelgusida Marsga boradigan ko'chmanlarning avlodlari balki Marsga oqirin o'qishi mumkin. Azmunlar